Assalomu alaykum bizni kutganlarga va tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan bola tilidan ko'rsatuvi va Kamina Aziza Yoqubova. Siz kechqurun uxlaysizmi? Ovqatlarni qachon olib kelasiz? Ovqat yemayman. Aldani, anetta oshpaz bo'lsa olib kelasiz. Men robotman, ovqat yemayman. Aldani! Orqamga batareyka qo'yib qo'yishgan. Aldani! Siz robotni ko'rganmisiz? Men bizning robot bor. Ish qiladigan robot bor. Yo'q, qanaqa? Unga ish qildirib, borbaga choyib kedingmi? Borbaga shkolat olib kelding. Berbaga pulni deydi. Botida pul chiqaradigan bor, ko'p bola. Daraxtda kimlar yashaydi? Cho'chqa. Cho'chqa? Yo'q. Cho'chqa daraxtda yashashni endi eshitishim. Yo'q, bilmadim. Ukamni tasavvurda bor deb bilardim. Tush ko'rganda o'xlaydigan. Qaysi hayvonni hozir bizga o'xshatib berasiz? Ba. Qo'y. Tavdis. Yana Qushcha. o'xshatingchi, keyin men topaman. Quqara ququ. Xo'roz. Xo'roz emas. Ha. Qush. Bitlar kimlarda bo'ladi? Manda bo'ladi. Demak, Nimada bo'ladi? o'qchapingiz yaxshimi? Siz urishmaydimi? Hech kim urishmaydi. Dadangiz, oyingiz Urishmaydi. Biz baxtli oilamizda. baxtli oilasiz. Demak, baxtli oilada Siz qayoqdan chiqqansiz? men tuxumdan chiqqanman. Nega hayvonlarni kiyimlari yo'q, nima deb o'ylaysiz? Kirdileki ular ushaysa mikrob bo'ladi. Qilsa bo'ladi, o'zimizga. Ay, uchirsa mikrob ketmaydi-yu. Ketadi. Xaf. Men sizga hozir ikkita asuli aytib beray. Asuli bilasizmi? Asuli. Voy, aytingchi. Hasibi Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Hasibi Rabbi Jallallah ma fi qalbi hayrallah nuru habbat sallallohu la ilaha illallah. Человек-паук qanday bo'ladi? Hammani shundoq paketlab qo'yadi. Qanaqa qilib? Shundoq mamno qilsin paketlanadi. Bundoq qiladi. Ota-onangiz sizga hayvonlarni uyda boqishga ruxsat bersa, qaysi hayvonni boqqan bo'lardingiz? Hech qaysini ayamgachi mushukdan arelgasi bor, kuchukdan esa ayam qo'rqadi. Men kuchukdan qo'rqmayman. Baribir o'tibdi sho'raman. U bechora ayiqi bolalar bo'lsa-chi? Yig'laydi-ku. Bolalar emas, kattasi keladi. Uni faqat kattasi bo'ladi. Ayiqlarni kimlari bo'ladi? Qaynonasi bo'ladi. Abdul Hakim. To'g'rimi? Bo'yi turit. Bo'yini turit. Abdul Hamid. Abdul Hamidni bo'yamidi. Abdul Hafiz dedim. Men ham Abdul Hafiz dedim-ku hozir. Ja, eshitmadim. Xo'p, Abdul Hakim. Demak, telefonda nimalar qilsa bo'ladi? Bitta bo'lsa-da. Instagram ko'rsa bo'ladi. Telegram ko'rsa bo'ladi. TikTok, Facebook. Telegram qana? Facebookda ham bormisiz? Yo'q, oyim bor. TikTokdachi? Opa. Faqat kuldiradigan narsalarni qo'yadi. Yo'q, qo'ymaydilar. Yo'q, yolg'on gapirma. Qo'yadilar o'sha. Agar televizordan ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa insonlar yomon bo'ladi? Pul so'rab, yerda o'tiradigan yomon bo'ladi. Sizningcha, nega yerda pul so'rab o'tirishadi? Chunki puli yo'q bo'ladi, ular kampir bo'ladi. Kampir emas, dodam. Abdulloh, daraxtda kimlar yashaydi? Daraxt tepasida shaytonlar yashaydi. Ko'rganmisiz shaytonlarni? Qanaqa bo'ladi ular? Qo'rqinchli, yovuz. Odam qo'rqib ketsa nima qilish kerak? Ustidan suv quyish kerak. Sizni uyda kim ko'proq urishadi? Odam menda uradman. Adingiz menda uradilarmi? Oyim uradi meni. Telefon o'ynayman, odam ruxsat bermaydi telefon o'ynashga, keyin urishadi. Telefon nima uchun kerak bizga? Minecraft o'ynash uchun, o'yinlar o'ynash uchun kerak. Katta bo'lganingizda nima mashina olasiz? Mars bilan Malibu. Agarda sizga biror qiz iltimos meni uyimgacha olib borib qo'ying desachi?
orqada joyi yo'q bo'ladi. Nega? Adam, muslima, oyim o'tiradi orqaga. Qiz bola bo'ladi-yu, tulki. Qizlar tulki bo'ladi. Avf bo'ladi. O'g'il bola avf bo'ri bo'ladi. Avf bo'lmaydi, bo'ri bo'ladi. Avf bo'lmaydi, bo'ri bo'ladi. Tushunarli. Loydan nimalar yasasa bo'ladi? Loydan koptok, keyin koptok yasasa bo'ladi. Quyoshga qo'yib qo'yadi. Keyin qotadi. Keyin ertalab turadi. Ertalab yo'q bo'ladi. Qayerda bo'ladi? Bekitib qo'ygan bo'laman-da. Toshga aylanib qoladi, qotib. Hijolat nima degani? Dars degani. Hijolat dars degani? Sen bilmaysan ekanni. Dars degani emas, hijolat. Siz qanday paydo bo'lgansiz? Oyim musulkadan olganlar muslimani. O'zimni uyda tug'ilganman uyda. Muslima kim u? Opam, kichkina opam. Demak, 9 yosh. Yana bitta opam bor. ularni qayerdan olishgan? Ular shu opam yetganlarda musulkadan olishgandi. Balki sizni ham musorkadan topib olishgandir. Men raddomda tug'ilganman. Qizlarga nima sovg'a qilsa bo'ladi? Gulmak. Menga nega gul olib kelmadingiz? Tutku. Shifokor kimlar? Ularmi? Kimdirga o'qitasiz, o'shani olishadi, ichini kesib, keyin unaqa hammani qutqarishadi, unaqa o'lgandan keyin shu o'lgandan keyin tirilmagandan keyin qum qo'yishadi. Po'lat yostiqni tagida nima bo'ladi? Oyimnikida 5 kun rochira turgan yostiqlarni deydi. Nima turgan? Rochira. Lochira? Nima u lochira? Non. Yostiqni tagiga lochira qo'ysa nima bo'ladi? Oladi deb 5 kun turganda sasib qo'ygan. Zubdayu nima degani? Zubday tishimni beraman degani. Yo, zubday degani javob beraman, gapimda turaman degani. Biza prikol qilib zubday deb tishimni beraman degani. Bitta aytishganda zubday. Demak, Abdul Hafiz To'g'ri aytdingiz. yostiqni tagida nima bo'ladi? Telefon. Demak, ularni telefon yostiq tagida saqlashadi. Chunki biz olib qo'ymasligimiz uchun erta turamiz. Adam. Siz qayerdan bilasiz u yerda bo'lishini? Chunki biz ko'rganmiz. O'zimiz uxlaganga solganmiz edi. Keyin shuni telefonni olib qo'yganmiz. Sizni koptogingizni do'stingiz teshib qo'ysa nima qilasiz? Qajib tashlayman. Koptokka. Koptokni g'ajib tashlaysiz. Tepib, qajib. Abdulloh kimni ko'rsa xursand bo'lib ketasiz? Mamma. Bog'chamdagi Samiya qizim. Voy, chiroylimi? Nimaga? Men yoqtirmaydi u, men yoqtiraman. Men Mustafa aytgan Abdulloh yomon bo'ladi degan. Hammaga chiqqan shunaqa deb. Men o'zi yaxshi bo'laman, u bilmaydi. Uraman deb u yig'laydi, lekin men yig'lamayman. She'rni ham bilmayman. Qo'shiq aytib berasizmi? Qo'shiq ham bilmayman. Raqsga tushib berasizmi? Yo'q. Ko'zingizni siqishni bilasizmi? Men hozir sizni ko'zlaringizga qarab, ko'zlarimni katta ochsam, siz nima qilasiz? Qolib ketaman. Voy, musorkadan topgan Muslim opangizni menga opaq qilib berasizmi? Mayli, beraman, mayli.